Assalomu alaykum. Xorazm bo'ylab kanalimiz hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. YouTube ishqibozlari, bamizda bujarlamizda yana men sizlar bilan Xudo shukr. Birat, bugun ham bir foydali o'zlaringizga kerakli manfaatli bir videolardan birini qilamiz. Bugungi manzilimiz Xorazm viloyati Shovot tumani Shovot Pirina obunachilar tovuq juja bozorindamiz. Biz hozir yana ko'pchilik so'ragan ekan, Xudo shukr, juja sezoni, jujalarni ko'rsat, baholarini ko'rali degan muxlislar uchun bugun 3-kun obunachilar. Har 3-kun Shovot Pir o'sha juja tovuq bozori bo'ladi postoyanli. Bemalol ko'rib boraverasizlar. Biz narx-navolar bilan tanishtiramiz. Sizlardan kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiyani bosib, qo'ng'iroqchani yoqib, bir layklarni bosib tomosha qilaverasizlar. Обязательно like bosib ko'raverasizlar. Jujalar ko'p, sezonni boshlandi endi. Olindimi? Hammasi. Bir joyda o'xshaydi. Shu yerdan boshlaymiz. Olindimi bu aka? Nechadan bo'ldi bular? Nechadan bo'ldi bular? To'g'ri. Qo'yib turibdilar olib. Zo'r. Jujalar necha so'm? Salom. Ha? Necha kunlik bu? 5. Bularning kattalar 20 ming so'm. 6 ming so'mlik 5 kunlik. Dakani xo'rozi ichida xonu, keyin bildiradi. Jujalar necha so'm aka? Aytib bersangiz. O'rdak jujalar necha so'm? O'rdaklar 12 ming so'm deydi. 12 mingmi? Oho. Optimum shunday aka? Ko'proq olgan odam. Bilimlar. Optimakkadan berasiz bana. Boshqa jebimi? Necha kunlik bo'libdi? Kattalik. Kattalik 15-14 kunlik. Yana. Ödel. Ha? Ödel. 240. Yana ko'rib boraverasizlar. Ol, bular necha so'm ekan jujalar? 18 bet. Necha kunlik bu? 1 oylik. 1 oy. Navoqda yaxaylar bu. Samarqand. Samarqand jujalar. Yana. Izi bormi buni? Avom. Ko'pmi? Avom. Yana. Ayting nomeringizni qiziqqanlar uchun. 99 99 282 282 1093. 1093 bemalol telefonlashaverasizlar. Necha so'm ekan juja? 21. Necha kunlik baqa? 1 oylik, ha? Messi tovuqlarmi? Bo'ladi? Ha, chotishganmi? Bular ham shu baqami? 20 dan. Necha kunlik bular? 1 oylik, ha? Izi bormi buni? Ko'pmi izi? Ko'proq odamga kelisharsiz? Ayting nomeringizni. 91 279 80 89 yana bemalol. Og'ancha so'm ekan bu yaqinlar. Xo'rozlarimiz. Necha so'm bular? Ha? Aytavering bahasini. Mol sizniki. Necha so'm bu? Qiziqqanlar. Yaxshi YouTube'a chiqadi bu. Necha so'mdan bular? 180 dan beraman. 180 dan. Xo'rozang. Hinduklarning. 180. Bozor so'ratibmi? Xo'rozmi to'g'ri? Bozor. Yo'q dedi. Har xil. Nechadan ekan jujalar? Assalomu alaykum. So'ramaydi kapkan. 35 tanasi 200 ming so'm. Necha so'mdan? 6 mingdan. 6 ming. Necha kunlik ekan bu? 4 kunlik oldu. 4 kunlik, ha? O 7 dedi 6'dan berdi bura. 7 dedi 6'dan berdan Oo. gelish. Yaxshi. O'rdak jujalar bor ekan, ha. Nechadan baqa? 14 ming, ha. Gelishib beriladi. Bir haftalik. Optimal nechadan berasiz? 12 dan berdim. 12 dan. İçinden bor ekan. O'rdak. Hibrid. Hibrid nima bilan hibrid? Hinduscha bilan. Yana bemalol optimal amonda siz 12 dan beradi ekanlar. Telefon nomeri 14 kunlik. Haftalik. Necha so'm? Ha, telefon nomeri ayting. 90lik 649 94 40 ina. Bemalol telefonlashaverasizlar. Bular ham sistem? Nechadan ekan bu aytib tursiz? 17. Necha kunlik bular? 10 kundan oshgan deydi. Nereden ekan jujalarga? 18. Ko'proq odamga kelishtirasiz?
Messi tovuqlarmi o'zlarimiz? Messi Messi oğlum. Messi. Testing nereden chiqqan? Tuxumdan. Kubat'ta. Geliştirib berasiz. Ko'proq odam. Tamam, Telefon nomeri ayting. 94 94 764 764 0900. 0900 ha? Tamam. Bemalol telefon uraverasizlar. Dijalar kerak bo'lsa. Sog'lom o'zlarini aytilgan raqamni. 3 marta vaksina olgan. 3 marta var. Qiziqqan. 97'lik 97lik. 456 Hava. 74 08. Doğada 30 ming so'm. Tamam. Ko'proq olsa kelishtirib berasiz. Avla 20 dan axir. Necha kunlik ular? Ular 2 ay. 2 oylik ana. Bemalol. Dijalanchadan bo'ldi. 25 ta. Necha kunlik? 1,5 oylik. 1,5 oylik. Messi tovuqlar içinden bu o'xshaydi. Xo'razi hamma majin. Vejiga qara. Endi qancha so'm? Endi 300 ming so'm berib qo'y. 300 ming so'm, ha? Oho. Bloger jo'ramagan. Bloger bular. 6 kilo. 6 kilo. Hammasi 300 dan beraman. 300 dan deydi hammasi. Yana. Bemalol. Xo'razdan necha so'm? 160'dan bu kara şahsiyatlarını xorazdan. Qara shahsadan, ha? Boshqacha. Tovuqlar necha so'm? Tavuklar 80 dan 100 dan farq qiladi. Kelishib beriladi. Havo gelişib. Yana. Bemalol kelaverasiz, shu yerda mesda. Tushunman deydi ko'pchiligi. Necha kunlik bu jo'jangiz? Assalomu alaykum. 40 kunlik, ha? Necha so'm bu 40 kunlik? 22 dan 20 dan to'g'ri kelmaymi? Bir yerdan olaman desalar. Hammasini 22 dan. Buni bakishingiz ham bo'lmaydi, ha? Xo'razi ham mo'ji bor ichida. Messi nadan chiqqan? Telefon nomeri ayting asa. Qiziqqanlar uchun. Bormi yevingizni, nangizni? 99lik 168 168 35 65 35 68 mi? 65 65 35 yana. Streshni ekan nomerlar. Yaxshi savdolar bo'laversin. Bedan boku. Bularning ichidan 20 dan. Ko'p ekan bedana. Yaxshi savdolar bo'laversin. Ulan çedap dursa. 150'de. Induşkalar 150 mi? Erkekki qaysi? Bormi erkeklar? Hemmesi erkek. Hammasi. Yine urgaçısı. 80. 80 mingmi? Vaçsı 80. Bularning erkeklar 150. 150 dan deymi? Nevece mesela. Bu kadar nakara. Birilik. Tüke. Erkek. 150. 150 kelishib beriladimi? Tamam. Ayting nomeringizni. Şimdi Ömer'i yazıp oturmaz mı? Yo'q, shu yerda sotaman dedi. So'raydilar. So'raydilar, shuni aytib turibman. Sonra bir vakit ben Rossiya gittim adam. Hozir ketadi, Rossiyaga ketaman dedi. Havo tushirdim. Hurmatli obunachilar, O'zbekistonda eng arzon va kafolatli quyosh panellari kimga kerak bo'lsa, ekrandagi telefonlarga murojaat qilaverasizlar. Inventoriga 10 yil garantiya, quyosh paneli o'ziga 25 yil garantiya va 1 yil 1,5 yilning ichida o'zini pulini chiqarib olasizlar. 3 milliondan boshlanadi tan narxlari va servis xizmatlari bor. Dastlabki ustanovka mutlaqo bepul.